Ekte. Mana. Piyozdan bersin piyoz. Boshladingizmi? To'g'rilab qo'yam, startga qo'yam. Men turgasi hazm qilayin. Qo'shmaydi. Asosda aka. Yarim soat. Asos. Assalomu alaykum O'zbekiston. Bugun mana shahvat zarb. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana Zardor tumani Asr Tarovat choyxonasida akamiz Shavvozbek 93-yil Samarqand viloyati Pastdarxon Arabxona mahallasidan kelgan. Nasib mana yarim kilo osh, yarim soat vaqt akamiz bilan birgalikda oshlar mamlakatida yarim kilo oshga qarshi ajoyib jang o'tkazamiz. Mana bizda vaqt tayyor. Shuni kodini ochib oling. Bilmayman-da. Tugillashini qaragan kam. Shunday debmi? Halollaydi. Bo'lsin aka. Boshlandi. Daqiqalar 1 2 3 ketdi. Esni ochib qo'yamman. Ha, katta o'sib qo'yaver, mayli. Yaxshi bo'ladi. O'pdilar, qaraysizlarmi? Qaravoringizlar Shamzibek. Nima aytamiz? O'zini o'lyapman. Davlat, sachoq shar sarf etdim. Bor. O'pga 4 top kelmoqda. Albatta, savut şey dedim sizga. Nima go'shtlarni oling. O'ling. Yo'q, kimga? Mana baqa. O'ling. O'sib turib qo'ling. Rahmat. Qo'ying nomeri. Bo'ldi. Yo'q, bo'lmasmi? Kodi qanaqa? 4 tuni. Moy bo'lib ketdi-ku shuncha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Istiqbolda yo'yi. İşkaçın. Ha, ochib. Gelin İskender aka, hoşça. Ben baktığına bak kese param keldim. Baktığınız mı? Akmallaman mı? Çekelim. Samasalarım bura. Neçim kançadın? Minutda. 8 minut. 8 somsami? Samsayım böyleydi. Samsayım 300 bin mi? 200 ming so'm. 1 kilo mu? Somsani o'rta boshlanadi.